Hammaga sizlar bilan Bek Gaming va bu mening videom. Bugungi videoda biza korоче mana mashhur turgan yo'lida juda ham kuch qaytarishim kerak. Mana shu yo'lda horragasini qanchaligini ko'ramiz. Mana shu yerdan mana shu yerga qilgan edim. Mana shu taraflarda. Mana shu tarafga qilgandim mana shu. Hozir biza albunker sotiladi. Hech kim olmagan. Skidga 600 kk var Pledorks bunker oil faqat pulni to'liq beringlar. Biz bu videoda uy qurmaymiz, balki anaqa qursam ekan kelar. Anaqa bo'ladi. Nimadan do'kon quramiz, do'kon shunchaki ustini qo'yamiz. Keyingi videolarda esa uyog'ini bezatamiz. Qanunda let's go. Birinchi o'rindan tozalab olamiz. Regulgan qaniydi mana mashitdan mash tarafgacha bo'lish kerak. Katta emas kerak. Xo'p, bularni olib mana bitta qoramiz. Bizga kerak emas. Da bo'ldi, endi esa mashdan katta qilib quraveramiz. Hamma to'ramiz. Birinchi o'rinda biz shu kiramiz. Hop. Adashib ketdim. Xo'p, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi exo. Yo balla breaking. Bu narsalar borligini ko'p narsani bilmayman. Yaqinda keldim. Hop, birinchi bo'lim. Bloklardan pastga bundan olamiz. Bir stakcha yetib qolsa kerak. Bir stak olamiz. Oldik. Endi esa yana boshqa narsa olamiz. Shop. Hop, nima qilsam bo'ladi kerak. Buni oldik. Endi esa ustiga qo'y. Shu qaysi bloklarga? İşte bormadi, yo'q, bitta ham yo'q. Bitta ham yo'q. Tak. Head spawner stars blok mana bitta bo'ladi. Mana mashina olamiz. Buni ikkisakcha yetib qolsa kerak. Yo'q, mana bu rodnami qimmat. 4 stak olamiz. Bu pul yarmini oldi. Xo'p, bularni oldik. Endi qora blokdan olamiz. Qora blokdan nechta olsak bo'ladi? Shu 30 tacha olamiz. Kelar. Tasdiqlash ana oldik. Endi esa betga quramiz sekin. Moment. Betdan gullarni tashlaydi. Tashib usmon bor edi. Ulan tushib ketmasam bo'ldi, shuncha pul kuyadi. Xuddi yaqinda keldim betga, chunki boya qurdim. Uy yo'q, mana bu Murod nari uy bor ekan kelar. Mayli aytgan kiygira borib ko'ramiz. Mana ham qilgan ifloslar. Bitta shu. Hechim qilmadi. Degan umiddaman. Qanaqa bo'ldi. Qo'yib oldik. Alkimga rang kerak. Yung to'pas. Nimalar ahamiyat bermaymiz. Men deyashdi. Boruyiz var işte. Bunkerda. Qanaqa topish kerakligini o'rgataman. Ben bilan shu serverga qo'yib qo'yishadi. İşte unutmuştuk. Şimdi maman olacak sana. Neden? Şimdi sen albümü ver.
Nima olmadi? Sorry, break. Rega qilgan ekan akalar. Mashticha close. Tak, 1, 2, 3, 4. Ana 1, 2, 3. To'xtanglar. Xato. Tak, uyga kirib chiqaylik. Ovqatim qani mani? Ovqatim chiqib ketdi. Ovqatim yo'q ekan garchi. Voy, kilkam bor edi. Boy o'zim nima buni bay ko'payib ketdi. Hamma ham bo'laveradi. To'xtanglar. Mayli bo'laveradi. Sindirishga majbur. Xo'p, mamnunmiz. 2, 3, 4 komandir. Almangil bo'ysuma tashkilab 1 million bo'lsin. Bola, agar keyingi videolarimda agar kimdir Eldiboy tanisa, o'shalar bilan video olib ko'ramiz. 2, 3, 4 faqat videoga birdan like bos, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda albatta Eldiboy akam bilan olamiz Telegram serverlarda. Tak. Nima uchun bunaqa buni kattalashtirishim kerak? Xo'p, bu yoqqa qo'yamiz. 3, 4 mana qurib oldik. Sal pastroq qo'y. Bilan qurib olaman-da. Ovqat kerak, xo'p, ovqat. Mana hozir kerak emas. Mana olaveraylik. Shu, roz, ovqatlik roz, qattiq ovqat. 5 soat tursam yetar. Birinchi qo'lga qo'yib yo'q. Oldiga qo'yib farqi. Hamma narsa bosib ketdi. Telefon kichkinaligi. What the bedoli urapskaya. Давайте siz bo'lish kerak. Voy onalaringni. Allohga shukr. Laqabdan bilan qo'rqaman sen. Ko'y. Nima urasan? Qani o'l. Menga tilga teb nima bor ekan? Tashlaydi endi mana. Tashlab yubordim. Endi esa qo'yib chiqaman. Hali aniq ham bilmayman bularni. Qancha ketadi-yu, bular kam. Etdim, qo'ydim, beraman, baribir puf yo'q. Bilaman, tanmayman ularni. Umuman yaqinda keldim, shuning uchun o'tiryapman bo'ldim. Ambila to'ragatmen bo'ldim. Help deyman. Bular tweetga var qilaman. Albatta sizlar ham kelishingiz mumkin. Nima? Nur Shahriyor, Banola Sor. Payflot. Payflot nima? Kommentga qoldiramiz. Zerikdim deb yozing ben. Bu o'qimasdan siz bo'lasiz. Qani deb bilan. O'chirtlashuv mana bazoz qurdim. Siz bo'lish kerak endi. O'sha ketadigan tamam. Siz bo'lish kerak. Sizlar ham kiringlar, albatta o'zingiz kunni ko'ringlar va hamma bilan birga o'ynaysiz bo'lish kerak.
Shunday qolin yo'q qolaman va video tugataman chunki ko'p bo'lib ketdi ekan. 10 minutlik video bo'lib ketdi. Yana qo'ygan. Asosinda endi. Nima qilaman? Qo'lda qilaman. Of, qo'lim ortga ko'zlar yetilma. Skinimga ahamiyat bermaylar. Alvar kiki. Sigan o'tirib qo'ymovdim. Prosaks holatiga ko'ra nima bilmadim. Warp City deyishotdi. Bunaqa qiziqmas bo'ldi. Hammaga xayr akalar, sizlar bilan Jitel va Bek Gaming bo'ldim. Hammaga xayr.